Foton avtobus ishlab chiqarish zavodidamiz. Liniyadan sizlarga hozirgina issiqqina tayyor bo'layotgan 8 metrlik elektrichka avtobusni ko'rsatib o'tmoqchiman. Batareykasi bu yerda joylashgan hamda motorda o'rnida ozroq batareykasi bor. Xo'p, toza 8 metr, podveskasi podushkada, bitta stupenkalik. Shopir uchun alohida kabina bor. Sidinalari kojinli, obduf obogreflari bor. Korobka переключатель bu yerda, переключатель bu eshikni ochib yopishi, bu ichkari chiroqlarniki. Ratsiyasi bor, mikrofoni bor, taxografi ham bor. Sidinalari kojinli, plastik emas. Buni albatta o'zgartiradi. Oluvchining talabidan kelib chiqqan holatda qilinadi. Qo'lim yetmayapti, avtobus ichi juda ham baland. Oxirgi sidinaga 3 ta zina orqali chiqasiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. O'tirgan paytimda hech qanaqasiga boshim boshqa yoqqa tegmayapti. Tizzalarimiz ham bu yoqqa sidinaga tegmaydi. Va albatta bu yerda yukxona sifatida foydalanish uchun joy bor yetarlicha. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlarga shunaqa eksklyuziv videolarni yana ko'rsatamiz.